Hoji aka, o'zi Namanganda vizit tashasu, Hop. vizitimizga atvet beradigan mard blogerlar bormi? Nima siz hazillashma, nima deysiz? Yo'q. Yorib yuboradiganlari bor. Birinchi o'rinni olgan blogerga $1000 beramiz. Hop, Ikkinchi o'rinni olgan blogerga $500 beramiz. hop. Uchinchi o'rinni olgan blogerga $200 beramiz. Rozimisiz? Roziman. Tashanbeshga. Shartini ayting. Shartini bilmadim-ku, men shartini bilishim kerak. Shartlari juda ham oson. Hop. Aynan mana shu Namangandagi blogerlar aynan kelib sizni Choco Black Sushi'ni brendini ostida video oladi. Hop. Ana o'sha videosi eng ko'p prosmotr oladigan bo'lsa, birinchi o'ringa $1000 berasiz. Ikkinchi o'ringa $500 berasiz. Uchinchi o'ringa $200 berasiz. Bo'ldi. Boshqa ketdi. Xullas o'rtoqlar, namanganlik blogerlarga ajoyib yengillik, gazini bosasizlar, xudo xolisa, aynan shu videomizda aktiv bo'lgan insonlar uchun qanaqa voucher qilib berasiz? 1 millionlik voucher qilib beraman oilavilarga. Ha, Xohlasam tong pensiyada o'tirsin. Ha. Xohlasam Do'stlar, kechki soat 12:30 bo'ldi. Ravshan aka, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Zafar aka o'zimizniki, Nedik Shoh. Salim aka, akamiz mana. O'zimizni bolalar, Muslimbek, montajyorlar, Javohir, hammamiz Namanganda Ochoqxat akamizni tashkillarda. Mana Ochoqxat kabob mana. Mana ko'rasizlar, Ochoqxat kabob mana ko'rasizlar. O'zi chiqmaydi, faqat ovoz bilan mashhur akamiz. Mana uni o'zi o'tiribdi buni. Ko'rsatuvdi. Mana Asha akamiz. Asha ko'rganlar screenshot qilib tashlaylarda. Mana Asha akamiz. Mana Asha akamiz. Xullas orqasi qarasiz ko'rib bo'lasiz aka orqada. Xullas o'sha akamiz joyda o'tiribdi. O'zi ko'rinmasdi, aka men ko'rsatmayin deyapti. Ko'rib bo'lganlar screenshot qilinglarchi. Mana shu storyamiz agar 200 mingdan oshsa, yuzlarni ochamiz. Yuzlarni ochamiz. Yuzlarni ochamiz. Bo'ldi. Bosinglar. Peshkom yuraverib yo'lda qornim ochmasin deb do'stlar hozir Ochopat kabobda obed qilib biz Norin Jidagabaga yo'l olyapmiz. U yerdan keyin Uchqo'rg'onga borib, keyin Qirg'izistonga o'tib ketamiz. Kuzatib turinglar, bugun safarimizning ikkinchi kuni. Biz bu yerda shashlik yedik. Bilasizlar, o'sha trendda bo'lgan Ochopat shashlikdamiz. Ayrat akalar ham chetda mana. Kuzatib turinglar do'stlar. Norin Jidagabaliklar, Uchqo'rg'onliklar bo'lsa pastdagi nomerlarda bo'lamiz. Bemalol ko'rishib, biz bilan hamkorlik qilsalaring bo'ladi. Yo'lma-yo'l sizlarni brendlaringni mana butun Esengaga, butun Rossiyaga, O'zbekistonga tanitib ketamiz inshaalloh. Kuzatib turinglar. Abdulahad aka, Namanganda yangilik bo'lgan lokmani ta'miga baho bering. Namanganda yangilik bo'lgan lokmani yeb ko'ramiz. Bismillah. Keyin bu videoni tez pochchamga jo'natib qo'ying. O'zi bilib olib keladi. Voy. Tortadi-yu. Cho'pada ish ham urgan bo'ldim. Alhamdulillah, lokumaga maza qildim lekin o'qi. Manzil Novoy Qalsovoyda kelaverasizlar.